Bugun men pensionerlar va ularning farzandlari uchun juda muhim masalani tushuntiraman. Uning oktyabrdan boshlab pensiya oluvchilar uchun ayrim tartiblar, to'lov usullari, hujjat tekshiruvlari va bank kartalari bilan bog'liq masalalarda e'tibor bermaslik katta muammoga aylanishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytyapman. Bitta muddati o'tgan karta, bitta noto'g'ri ariza. Bitta tasdiqlanmagan ma'lumot pensiya kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari uchun ham kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men har safar oddiy odam tushunadigan tilda eng muhim ijtimoiy masalalarni tushuntirib beraman. Avval pensiya olish jarayoni ko'pchilik uchun juda oddiy ko'rinardi. Oy keladi, pensiya tushadi. Kimdir bank kartadan oladi, kimdir naqd pul shaklida oladi, kimdir pochta orqali oladi. Ko'p odamlar mening pensiyam yillar davomida kelib turibdi. Demak, endi hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya tizimida bir nechta muhim nuqtalar bor. Shaxsiy ma'lumotlar, yashash manzili, bank kartasi, pasport yoki ID karta, ishonchnoma, nogironlik hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha asoslar, mehnat staji va boshqa ma'lumotlar. Oldin ayrim tekshiruvlar sekinroq, ko'proq qog'oz asosida yuritilgan. Hozir esa ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Masalan, fuqaroning tirikligi, yashash joyi, bank hisob raqami, karta muddati, boshqa to'lovlar bilan bog'liq holatlar, hujjatdagi ism, familiya mosligi, tug'ilgan sana va JSH raqami avtomatik tekshirilishi mumkin. Mana shu joyda pensionerlar eng ko'p xatoga yo'l qo'yadi. Ular hammasi o'z-o'zidan bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, hammasi har doim ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. 10 oktyabr sanasi atrofida tarqalayotgan xabarlar ham aynan shu sababli ko'pchilikni vahimaga solmoqda. Men ekspert sifatida aytaman. Har qanday sanaga bog'langan xabarni avvalo rasmiy manbadan tekshirish kerak. Lekin shu bilan birga bunday sanalar odatda tizimdagi yangilanish, to'lov jadvali, bank kartalari bo'yicha texnik o'zgarish, hujjatlarni qayta tekshirish yoki firibgarlar faollashadigan davr bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bunga ishonmayman deb qo'l siltash ham noto'g'ri. Hammasi tugadi deb vahimaga tushish ham noto'g'ri. To'g'ri yo'l vaziyatni tushunish va hujjatlarni tartibga keltirish. Eng avvalo, kimlar xavotir olishi kerakligini aytaman. Birinchi navbatda bank kartasining muddati tugagan yoki tugashiga yaqin qolgan pensionerlar. Masalan, kartangizda Ilman 24 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil oktyabr oyigacha amal qiladi degani. Ko'pchilik bu yozuvga e'tibor bermaydi. Pensiya kuni kelganda esa pul tushmaydi yoki tushsa ham yechib bo'lmaydi. Pensioner bankka boradi, navbatda turadi, asabiylashadi. Pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo karta muddati tugaganda bo'ladi. Ikkinchi toifa pasporti yoki ID kartasi almashtirilgan, lekin ma'lumotlari barcha tizimlarda yangilanmagan fuqarolar. Masalan, pensioner eski pasport bilan pensiyaga chiqqan, keyin ID kart olgan. Bankda eski ma'lumot qolgan, pensiya jamg'armasida boshqa ma'lumot, mobil ilovada esa uchinchi ko'rinish. Bitta harf farqi ham ba'zan to'lovda muammo chiqaradi. Ayniqsa ism familiyada apostrof, o, sh kabi yozilishlarda farq bo'lsa, tizim avtomatik mos kelmadi deb ko'rsatishi mumkin. Uchinchi toifa boshqa viloyatga, tumanga yoki mahallaga ko'chgan. Lekin pensiya bo'yicha manzilini yangilamagan pensionerlar. Masalan, odam Samarqandda pensiya rasmiylashtirgan, keyin Toshkentga farzandiga ko'chib kelgan. Pul kartaga tushsa muammo yo'qdek ko'rinadi. Lekin tekshiruv, xat xabar, chaqiruv yoki ma'lumotnoma kerak bo'lib qolsa, hammasi eski manzilga ketadi. Keyin odam menga hech kim aytmadi deydi. Tizim esa biz xabar yuborganmiz deb turadi. To'rtinchi toifa, ishonchnoma orqali pensiya olinadigan holatlar. Bu juda nozik masala. Masalan, keksa ona yotib qolgan, pensiyasini o'g'li ishonchnoma bilan oladi. Ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pochta pul bermasligi mumkin. Yoki ishonchnomada bankdan olish ko'rsatilgan, lekin pochta orqali olish yozilmagan bo'lishi mumkin. Ba'zida qarindoshlar men o'g'liman-ku, berishlari kerak deydi. Lekin moliyaviy tizim qarindoshlik his tuyg'u bilan emas, hujjat bilan ishlaydi. 5-toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy xulosa nogironlik guruhi muddati, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Agar fuqaroning nogironlik guruhi muddatsiz bo'lsa, boshqa masala. Lekin muddatli guruh bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tish sanasi yaqinlashgan bo'lsa,
Hujjat kechiksa, to'lov ham kechikishi mumkin. Masalan, fuqaroning nogironlik guruhi 1 oktyabrgacha belgilangan, lekin u tibbiy ko'rikka 20 oktyabrda borgan. Bu orada to'lov bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Keyin qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin odam vaqtida pul olmay qiynaladi. Endi oddiy hayotiy misol keltiraman. 68 yoshli otaxon pensiyasini har oy 1 million 200 ming so'm miqdorida kartadan oladi. Kartaning muddati oktyabrda tugagan, lekin u buni bilmagan. 10 oktyabr kuni dorixona uchun pul yechmoqchi bo'ladi. Bankomat karta bilan amal bajarilmaydi deb chiqaradi. U pensiya to'xtadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya hisoblangan, lekin karta ishlamayapti. Agar u bir hafta oldin bankka borib kartani yangilatganda bu muammo bo'lmasdi. Yana bir misol. 72 yoshli ayol qishloqda yashaydi. Pensiyani pochta orqali oladi. Farzandlari shaharda. Ayolning ID kartasi yangilangan, lekin pochta bazasida eski pasport raqami qolgan. To'lov kuni xodim ma'lumot mos kelmayapti deydi. Ayol men har oy olardim-ku deb tushunmaydi. Muammo pensiyada emas, ma'lumot mosligida. Buni hal qilish uchun pensiya bo'limiga yoki tegishli xizmat markaziga borib hujjatlarni yangilash kerak bo'ladi. Yana bitta vaziyat. Pensioner 2 oyga chet elga farzandinikiga ketgan. Kartaga pensiya tushib turgan. Lekin u telefon raqamini almashtirgan. Bank SMS xabarlari kelmay qolgan. Mobil ilovaga kira olmaydi. Qaytib kelganda kartasida pul bor yo'qligini bilmaydi. Shu orada firibgarlar pensiyangiz blok bo'lgan, tasdiqlash uchun kod ayting deb qo'ng'iroq qiladi. Agar u kodni aytsa, kartadagi pulni yechib olishlari mumkin. Bu ham 10 oktyabrdan keyingi falokatning eng xavfli ko'rinishi qonun emas, firibgarlik. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz muddati tugamagan bo'lsa, pensiya har oy kelayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa maxsus hujjatlaringiz muddati o'tmagan bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir tekshirib qo'yish kerak. Chunki muammo odatda odam kutmagan joydan chiqadi. Endi istisnolar. Yashirin tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya kechiksa, bu har doim pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan banklararo texnik jarayon, bayram yoki dam olish kunlari, to'lov jadvalidagi siljish, hududiy taqsimot sababli pul bir necha kunga kechikishi mumkin. Lekin o'di 5 ish kunidan ko'proq kechiksa, albatta surishtirish kerak. O'zi kelib qolar deb bir oy kutish to'g'ri emas. Ikkinchi nozik jihat. Karta blok bo'lishi bilan pensiya blok bo'lishi bir xil narsa emas. Karta bank mahsuloti, pensiya esa davlat to'lovi. Agar karta ishlamasa, bankka murojaat qilinadi. Agar pensiya hisoblanmagan bo'lsa, pensiya bo'limiga murojaat qilinadi. Ko'pchilik shu ikkisini aralashtirib yuboradi. Bankka borib, nega pensiyamni bermayapsiz deydi. Bank esa bizga pul kelmagan deydi. Yoki aksincha pensiya bo'limiga boradi. U yerda pul bankka o'tkazilgan deyishadi. Shuning uchun avval aniqlash kerak. Pul hisoblanganmi, bankka tushganmi, karta ishlayaptimi? Uchinchi nozik jihat, telefon orqali kelgan har qanday rasmiy xabarga ishonish xavfli. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Chunki ular ko'pincha bank ilovalari, SMS kodlar, karta xavfsizligi bo'yicha tajribasizroq bo'ladi. 10 oktyabrdan pensiyangiz to'xtaydi. Ma'lumotlaringizni tasdiqlang. Kompensatsiya puli chiqdi. Kartangizni yangilab beramiz. Pensiya qo'shimchasi bor degan gaplar bilan qo'ng'iroq qilishadi. Keyin karta raqami amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod so'rashadi. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Hech kimga PIN kod aytilmaydi. Bank xodimi ham, pensiya bo'limi xodimi ham telefon orqali kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. 4-nozik jihat. Pensioner nomidagi telefon raqami boshqa odamda bo'lsa, bu ham xavf. Masalan, ona pensiya oladi, lekin bank kartasiga bog'langan telefon raqami o'g'lida yoki eski raqam allaqachon ishlamaydi. Bank xabarlari boshqa odamga borishi, ilovaga kirish qiyinlashishi, tasdiqlash kodlari yo'qolishi mumkin. Ideal holatda pensionerning asosiy raqami faol bo'lishi, qarindoshlari esa unga yordam berishi kerak. Agar pensioner telefon ishlata olmasa, hech bo'lmasa ishonchli farzandi bilan birga bankka borib, qonuniy va xavfsiz tartibni tanlash kerak. 5-nozik jihat, qarzdorliklar masalasi. Ba'zi holatlarda aliment, ijro hujjati, kredit, sud qarori yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha hisob raqamiga cheklov tushishi mumkin. Pensioner pensiyamni ushlab qolishdi deydi. Bu yerda ham hamma holat bir xil emas.
qonunchilikda pensiya va ijtimoiy to'lovlardan ushlab qolishning o'z chegaralari, tartibi va asoslari bo'ladi. Agar sizdan juda ko'p summa ushlab qolinayotgan bo'lsa, ijro organidan yoki bankdan yozma ma'lumot oling. Og'zaki gap bilan kifoyalanmang. Qaysi qaror asosida, qancha miqdorda, qachondan boshlab ushlab qolinayotganini bilishga haqqingiz bor. 6-chi nozik jihat pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda mehnat staji hujjatlari. Hozir ko'p pensionerlar men 35 yil ishlaganman, lekin pensiyam kam deb shikoyat qiladi. Sabab shuki, hamma ishlagan davrlar bazada to'liq ko'rinmasligi mumkin. Eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, tashkilot nomi o'zgargani yoki tugatilgani haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar sizda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat topilsa, pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ariza berish kerak. 7-chi nozik jihat. Hamma pensionerga qo'shimcha pul berilar ekan degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Har bir qo'shimcha to'lovning sharti bo'ladi. Kimdir yoshi bo'yicha oladi, kimdir nogironlik bo'yicha, kimdir urush qatnashchisi sifatida, kimdir kam ta'minlangan oila tarkibida, kimdir parvarish nafaqasi bo'yicha. Agar sizga biror to'lov tegishli bo'lsa, uni rasmiy idora orqali aniqlang. Telegramdagi noma'lum havolaga kirib karta ma'lumotini kiritmang. 8-chi nozik jihat. Yotib qolgan yoki harakatlana olmaydigan pensionerlar. Bunday odamlar eng ko'p qiynaladi. Chunki bankka, pensiya bo'limiga yoki xizmat markaziga bora olmaydi. Bunday vaziyatda qarindoshlar avval telefon orqali rasmiy tartibni aniqlashi, zarur bo'lsa notarial ishonchnoma, tibbiy ma'lumotnoma yoki uyga chaqirish xizmatlari bo'yicha murojaat qilish kerak. Har bir hududda tartib biroz farq qilishi mumkin, lekin asosiy qoida bitta: hujjat qonuniy bo'lsa, muammo yechiladi. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlarga bo'lib aytaman. Birinchi qadam: pensionerning hujjatlarini stol ustiga qo'ying va tekshiring. ID karta yoki pasport amaldami? Bank kartasining muddati qachongacha? Telefon raqami ishlayaptimi? Pensiya qaysi bankka tushadi? Oxirgi oyda qancha pul tushgan? Agar nogironlik yoki boshqa maxsus hujjat bo'lsa, muddati qachongacha? Ikkinchi qadam: bank kartasini tekshiring. Kartada yozilgan oy va yilga qarang. Agar muddat tugagan yoki yaqinlashgan bo'lsa, bankka boring. O'zingiz bilan ID karta, bank kartasi va telefonni oling. Bankdan yangi karta ochilganda pensiya shu kartaga avtomatik bog'lanadimi yoki alohida ariza kerakmi? Aniq so'rang. Og'zaki bo'ladi degan javob bilan chiqib ketmang. Iloji bo'lsa SMS xabar, ilova yoki hujjat orqali tasdiqni tekshiring. 3-chi qadam: pensiya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali ma'lumotlarni yangilang. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, pasport yangilangan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, bank rekvizitlari almashgan bo'lsa, bularni rasmiylashtirish kerak. Arizada oddiy va aniq yozing: mening shaxsiy ma'lumotlarim va pensiya to'loviga bog'langan bank rekvizitlarimni yangilab berishingizni so'rayman. Arizaga ID karta nusxasi, bank rekvizitlari, kerak bo'lsa yashash manzili bo'yicha hujjatni ilova qiling. 4-chi qadam: agar pensiya kechiksa, avval bankdan hisob raqamiga pul kelgan-kelmaganini aniqlang. Bank pul kelmagan desa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Pensiya bo'limidan qaysi sanda, qaysi bankka qancha summa o'tkazilgan degan ma'lumotni so'rang. Agar bank pul kelgan, lekin karta blok desa, muammo bank kartasida bo'ladi. Bunday tekshiruv sizni keraksiz yugurdan qutqaradi. 5-chi qadam: qarindoshlar pensionerga yordam bersin, lekin pul va kod masalasida tartib bo'lsin. Farzandlar ota-onasining kartasini olib yurishi, SMS kodlarini bilishi, ilovalarni o'z telefoniga o'rnatishi ba'zan qulay ko'rinadi. Lekin bu katta mas'uliyat. Oilada ishonch bo'lsa ham hamma narsa shaffof bo'lishi kerak. Pensioner qancha pensiya tushganini, qancha yechilganini, qayerga sarflanganini bilishi kerak. Bu nafaqat huquqiy, balki insoniy masala. 6-chi qadam: firibgarlardan himoyalaning. Telefon qilgan odam o'zini bank, pensiya bo'limi, soliq, hokimiyat yoki ijtimoiy himoya xodimi deb tanishtirsa ham, karta raqami, PIN kod, SMS kod, ilova paroli, pasport rasmi yoki yuzni tasdiqlash kodini yubormang. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni tugating va rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Hech qachon sizga yuborilgan noma'lum havolaga kirmang. Bugun oxirgi kun. Hozir tasdiqlamasangiz pulingiz kuyadi degan shoshiltirishlar firibgarlik belgisi bo'lishi mumkin. 7-chi qadam: staj va qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqing. Agar siz ko'p yil ishlagan bo'lsangiz,
Lekin pensiyangiz juda kam deb hisoblasangiz, eski mehnat daftarchangizni, ish joylaridan ma'lumotnomalarni, arxiv hujjatlarini yig'ing. Qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlaganingizni ro'yxat qiling. Keyin pensiya bo'limiga pensiyamni qayta ko'rib chiqish va mavjud staj hujjatlarini hisobga olishni so'rayman. Mazmunda ariza bering. Natija darhol bo'lmasligi mumkin, lekin hujjatsiz hech narsa o'zgarmaydi. 8-qadam. Barcha murojaatlarni yozma qiling. Og'zaki gap bugun bor, ertaga yo'q. Agar siz bankka, pensiya bo'limiga, ijro organi yoki boshqa idoraga borsangiz, ariza topshirganingiz haqida qayd raqami oling. Qaysi xodimga, qaysi sanada, nima masalada murojaat qilganingizni yozib qo'ying. Bu keyin muammo cho'zilib ketsa, sizga dalil bo'ladi. 9-qadam. Yolg'iz yashaydigan pensionerlarni alohida tekshiring. Mahallada qarindoshlar orasida, qo'shnilarda yolg'iz ona yoki otaxon bo'lsa, ularga bu masalani tushuntiring. Ular ko'pincha telefon qo'ng'iroqlariga ishonib qoladi, bankka borishga qiynaladi, hujjat muddati tugaganini bilmaydi. Bir martalik yordam ularning bir necha oylik muammosini oldini olishi mumkin. 10-qadam. 10 oktyabr sanasi yoki boshqa har qanday muhim sana bo'yicha faqat rasmiy manbalarga tayaning. Pensiya jamg'armasi, bankning rasmiy kol markazi, davlat xizmatlari markazi, mahalla mas'ullar yoki rasmiy saytlar orqali aniqlang. Ijtimoiy tarmoqlardagi keskin sarlavhalar e'tibor tortish uchun yoziladi. Lekin siz qarorni hujjat va rasmiy javob asosida qabul qilishingiz kerak. Bugun men aytgan asosiy fikr shuki, 10 oktyabrdan keyin pensionerlar uchun eng katta xavf vahima emas, beparvolikdir. Karta muddati, ID karta, manzil, ishonchnoma, nogironlik hujjati, bank rekviziti, telefon raqami va firibgarlardan himoya. Mana shu narsalar tartibda bo'lsa, ko'p muammolarning oldi olinadi. Agar biror joyda xatolik bo'lsa, uni oldindan tuzatish pensiya kechikkandan keyin yugurib yurishdan ancha oson. Men sizga ekspert sifatida maslahat beraman. Bugunoq ota-onangizning yoki o'zingizning hujjatlaringizni tekshiring. Karta muddatiga qarang. Bankdan ma'lumot oling. Pensiya bo'limidagi ma'lumotlar yangiligini aniqlang. Shubhali qo'ng'iroqlarga javob bermang. Har bir qadamni hujjat bilan qiling va hech kimga maxfiy kodlarni bermang. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Oktyabr sanasi bo'yicha sizga qanday xabarlar keldi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner tanishlaringizga yuboring. Bu oddiy ehtiyot chorasi kimning pensiyasi, to'g'risi va xotirjamligini saqlab qolishi mumkin.